Mashinada gaz ham, benzin ham tugabdi. Uka chiqyapsizmi? Mana podyezdingiz eshigini tagiga mana 1 metr qoldi. Chiqasiz, ketamiz uka. Ha, aka, men eshikkacha belgilaganman. Ya uka, mashina zinapayaga sig'maydi, yo diq qilib chiqaymi? Yo ko'tarib olib tushaymi? Shu qo'yag'iga o'xshamasdan. O yangi klient onasiga gul olibdi-da. Ha, mujik. Har bir istagimning chorasini topgan menga top. Assalomu alaykum. Ketdi-ya. Voy, Dugosh 14-fevralga zo'r gul berdi. Daysin ham berdi. Yaqinda to'y. Bo'pti, Dugosh gaplashamiz. Amaki, holi siz masaj qilib qo'yaman. Mashinani ham naskimi yo'la xotin kelach. Uka kavlashib yuboraman, chiqmayapti shekilli-da, ha? Nima qilyapsiz? Qo'lingizni oling, Haldan beri bunningni kavlab kelyapsan, miyeni sug'urib olmagin. Mashinada bunningni kavlab qo'ydi qo'ltig'i, burban bilan to'ragatib qilib qo'yaman. Normallik gapiring, tushing mashinadan. O'zingni bos, urish nimadan chiqibdi desa, burun kavlashdan chiqibdi deyishmasin. Seni ursam uyat bo'ladi, hozir sen tenkur ukam chaqiraman. Davay chaqiring. Ishongan ukangiz keldimi o'zi? Ha, jiyanim keldi, ishtoningni ho'l qilib qo'ymasang bo'ldi. Burgut, bos.